Bitta suv ichaylik, hozir olib chiqaman. Ya to'xta, ber men o'zim olib chiqaman. Sen mashina qizdiribdi. O'zim olib chiqaman. Ha, ber o'zim olib chiqaman jinni. 50 ming talikda faqat. Bo'ldi, izlab olib chiqaman. Bo'pti, olib chiqaman. Olib keldingmi jo'ra? Ha, mana jo'ra. Jo'ram sdachini bermadimi? Esidan chiqib qoldi menimcha. Ha, keyin bersa kerak. Tinchlikmi jo'ra? Nimadir nitomi? Yo'q. Cho'tkimi? Cho'tka. Ketdi-unda. Ha, yur. Yomon mandarin yegim kelyapti, bor-ku. Tinchlikmi? Ha, prosta o'zim yegim kelyapti. Ha, prostami? Ha, pul ber olib kelaman. Davay zo'r bo'laydi. 100 ming talik ekanda. Ha, bo'ldi, sdacha olib kelaman. Hozir kelaman. Oh, malades jo'ra. Yana sdachini bermayaptimi? O'zidan so'rasham noqulay bo'lyapti-da. Bunday qarama, ko'zing kirmasin. Rozi bo'ldingmi o'zi? Roziman. Yesam bo'ladimi? Ha, bemalol. Nimadir nitomasmi ish qilib? Yo'q. Bo'ldi. Ketdik, yur, nima qilib bo'lamiz? Yomon qorong'uch nimadir yiligi. Pul ber, zo'r narsa olib kelaman. So'mim qolmadi, men dollarim bor faqat. Ber, kakasangda bankomat bor. Shuni mayda qilaman-da, zdachini keyin olib beraman. Zdach olib kelasanmi? Ha, olib kel. O $100 Mayda qilasanmi? Ha, bo'ldi, olib beraman hozir. Yaxshi mazasi taqshab-ku. Nima bu? Zo'rmi? Bu chempion sevinchlari. Samarqandda ishlab chiqarilyapti. Buning oldin kolbasaligi bo'lardi. Endi borib chikenligi ham chiqdi. Samarqandning hamma do'konlaridan, Andijonning ham hamma do'konlaridan topsang bo'ladi. To'g'ri? Vobshe shokolad bu. Lekin mazasi zo'r ekan. Zo'r, osh bo'lsin. Ana, jo'ra. Kuni bo'yi hech narsa esingdan chiqmayapti, mabodo. Ya, bu oshxonaga kiramiz devdik-a, shumi? Yo'q, ana zdach chiqmayapti. Vay! Jo'ra, ming bor uzr. Vobshe esimdan chiqib ketdi, jo'ra. Yo, chiqsi yo'qmas-da, jo'ra. Jo'rachilikni mana shu narsa buzadi. Ishon hisob-kitob любой jo'rachilikni buzadi. Pul yomon narsa-da, jo'ra. Mana xayol bilan bo'pman, esimdan chiqib qopti-da. Boya suvingdan 5 ming qoldi, o'shani so'rayapsanmi? Mana jo'ra. Eslatib turdi, aytavermaysanmi?